ko'pchilik soatli ega bormi deb so'rashadi. Ega quyidagi kasalliklarda qo'llaniladi: talvasa xurujlari, shaytonlash xurujlari sudurgilarida, bosh miya kista bo'malarida, operatsiya oldingi va keyingi holatlarida, bosh miya shikastlanishi, ya'ni turli xildagi travmalarida, panik xurujlarida, duduqlanish, nutq buzilishlarida, uyqu buzilishlari, bosh og'riqlari, migren kasalliklarida, endokrin kasalliklarida va boshqa ko'pgina kasalliklarida shifokor ko'rsatmasi bo'yicha qo'llaniladi. Egani rutinniy, ya'ni 20-30 daqiqa davomida registratsiya qilinadigan turi bor. 1 soatli, 2 soatli va 3 soatli turlari mavjud. Bolalarda asosan agar yoshi katta bo'lsa, ya'ni 12 yoshdan yuqori bolalarda tinch holatda o'tirib bera olsa, o'zi uxlamasdan tushadi. Undan 12 yoshdan kichik bolalarda uxlatib tushgan ma'qul. Katta holatda bo'lsa, katta odamlarda o'tirgan holatda, tinch holatda o'tirib bersa, registratsiya qilinadi. Ega tushish uchun qanday tayyorgarlik ko'rinadi? Buning uchun avvalo bosh terisi toza bo'lishi kerak va 12 soat oldin, ega tushirishdan oldin kofeinga boy mahsulotlarni iste'mol qilish kerak emas. Uyqu qo'yadigan dorilar va bir qancha ichadigan dorilarni shifokor ko'rsatmasi bo'yicha to'xtatib turish zarur. Agar siz va sizning bolajoningizga rutinniy, ya'ni 20-30 daqiqalik, 1 soatli, 2 soatli va 3 soatli ega monitoring kerak bo'lsa, quyidagi